Assalom. Kitap o'qishman beri avlodlar tarbiyatiga xush keldingiz. Men hammanglarning Ramazon kunlaringlarning xayrlik, yaxshi o'tayotgan bo'lishini chin dilimdan tilayman. Bir necha kun bo'lib qapti sizlarga biror asar o'qib bermaganimga, bugun Uyg'ur xalq rivoyatlari degan kitobdan Musaboyevlar haqida bir rivoyat o'qib beraman. Musaboyev. Birinchi bölüm. Bahavuddin boy bilan Hüsenbayning otasi Musaboyev aslida namrat bir yigit ekan. Biroq uning qo'li keng, chehra ochiq, lalla gap qiladigan odil yigit ekan. Musa bir kunisi o'yladiki oq ushmining tuvida yetib, saharda bir tush ko'ribdi. Oppoq soqolliq 3 kishi uni eshik oldiga kelib tovlabdimish. U chiqqandan keyin egar jabdoqliq bir otga mindirib, Qashqar shahri tarafga elib menibdi. Yo'lda borguncha oqsoqollardan biri savol qo'yib: "O'g'lim, onangizni qanday ne'matlar bilan beqiyotsiz?" debdi. Musa mehribon onasini paxlan go'shi, kola suti, to'xu, o'rdak tuxumida beqiyotganligini, dehqonchilik ishlarining rivoj tepib, hosilning yaxshi bo'layotganligini so'zlab beribdi. Mundan keyin debdi oqsoqollarning biri: dehqonchilik ishlarini mahalladagi birodarlaringizga o'tinib berib, o'zingiz savdo-setiq ishlari bilan shug'ullaning. Chunki savdo-setiq ishlari va chorvachilik ishlari ondan qolsa o'rmonchilik ishlari bilan kishining qadami ilgari bosadi. Faqat dehqonchilik ishlariga qarab olsa, ochliq degan oz bo'lsa yetadigan, ko'p bo'lsa ketadigan nima? debdi. Savdogarlikning sarmoyasini nerdan topaman? debdi Musa ehtirom bilan. Uning qarayiti chog'liq, debdi 3-kishi. Men sizni 3 miravondagi bir toshning tubiga boshlab boraman. Toshning ostida bir ko'za oltin bor. Uni ishlatsangiz har qanday sarmoyaga yetib oshadi, debdi. Musa ular bilan 3 miravongacha birlikda beribdi. Oqsoqollar otdan tushibdi. 3-kishi qamchining dastasi bilan yo'g'on bir toshni irg'itib etibdi. Shuning bilan toshning ostida turgan sap-seriq oltinlar kun nurida val-val qilib ketibdi. Musaning ko'zlari chaqnabdi. "Poh!" deb varqirabdi, hayajonini bosa olmay. Shuning bilan uyg'onib ketibdi. "Nima bo'ldi bolam?" debdi uning yenida uyg'oq yotgan onasi Musaning varqirishidan ansirab. "Ona," debdi Musa hayajonini bosa olmay. "Xosiyatli tush ko'rib etib uyg'onib ketdim." "Yaxshi tush ko'rganmidingiz?" debdi ona. "Shundoq," debdi Musa va tushini onasiga so'zlab beribdi. "Haqiqatan xosiyatli tush ekan," debdi uning onasi hayajonlanib. Ana bola ikkisi o'rnidan turib, namozini o'qib, choy-pay ichgandan keyin Musa eshikini minib, 3 miravonga minibdi. Mahalladagilar "Nega mangding?" desa, "Eshak boqqash, tarmash terib kelaymiki?" debdi Musa. Shu kun kechda u bir xurjunning ikki beshiga liq qochlangan oltinni eshigiga ortib, onasining oldiga ketdi. Ana hayron qoldi. Shundan e'tiboran ularning turmushi kun sari yuqori ko'tarilishga boshlabdi. Shundan keyin kishilar Musaboyevga Xizr yo'liqqan ekan deyishadigan bo'ldi. 2. Musaboyev Musa deb atiladigan kunlarning birida u G'ulji shahrini arlab yurib, tasodifiy bir do'kondarning oldidan o'tib qoldi. Do'kondor Musaga salom saat qilib, "O'zlarini nerdan so'raymiz?" debdi. "Men Qashqardan keldim," debdi Musa. "Qashqarning nerdan keldingiz?"
Atuş, Eksaqdan keldim. Undaqda bək yaxşı ekan. Özləri bilan ahvollashqum bar edi. Do'konga kirsizlar. Debdi sodigar. Musa do'konga kiribdi. Ular choy ichib o'tirishibdi. Ondan do'kondor: "Sizning Eksaq kentidan ekanligingizni anglab, ichimdan so'yinib ketdim. Sizlarning kentinglarning Üçmiravan tarafidagi 9 hujraning o'ttirsidagi hujrning qibla temida bir surat bor. Suratning bir beqinida qeyrindosh siziqidak bir iz bor. Shu yerni qo'lasangiz to'shik chiqadi. To'shik ichida bir quti bor. Shu qutini menga elib chiqib bersangiz, bir umr yetgudak boylik ato qilgan bo'latdim." Musa bu gapni anglab, ishonmaslik nazari bilan do'kondorga qarabdi. Do'kondor darhol: "Deganlarimga to'liq ishidim. Men hozir sizga Qashqarga berib, qaytib kelishingizga yetgudak pul beray", debdi. Aradan 2 oy o'tib, Musa G'ul shahrining ko'chasida yana paydo bo'ldi. U va'dalashgan do'kon oldiga kelsa, o'ziga vazifa topshirgan do'kondorning o'rnida bir yashangan ayol savdo setib qilayotgandek. Musa ayoldan do'kondorni so'rabdi. Ayol: "U kishi bugun yo'q. Mo'g'ulkirada bir og'inisi qazo qilib, shu yerga ketgan edi. Biror ish bilan izlab kelganmidingiz?" debdi. Musa qo'lidagi qutini uningga beribdi. O'zi bo'lsa, at keladiganligini aytib, qaytib ketibdi. U atsi do'konning oldiga kelsa, o'ziga vazifa topshirgan boboyga o'xshab ketadigan qobil bir yigit savdo setib qilib turg'idek. Musa nima deyishni bilolmay, birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa o'tibdi. Biroq hech nima deya olmabdi. "O'g'lim Musa, meni tanıy olmadingizmi?" debdi do'kondor. "Men bilan bir dematlik turib, o'g'lim deganingiz nemisi?" debdi Musa. Do'kondor: "Sizga vazifa topshirgan kishi dal men bo'ldim. Qandaq o'xshamayvatamdimi?" debdi. "Siz qandaqmi u oqsoqol kishi bo'lasiz? Siz degan yoshli bir yigit tursingiz." "To'g'ri deysiz", debdi do'kondor. "Siz elib chiqqan qutidagi narsa odam yashatadigan dori edi. Men kechicha shu dorini yeb, mana mushu holga keldim", debdi. "Undaqda mening elib kelganim bebaho dori ekan", debdi Musa afsuslanib. "Ko'nglingiz yerim bo'lmasin. Men sizga umringiz bo'yi yetib oshqudak dunyo beraman deganmidim. Sizga deganlarimni beja keltirsam, sizmi mendan rozi bo'lib qolasiz? Siz mushu do'rni elib kelgan 9 hujrining yuqorqi tarafidan sanab 100 qadam mangsangiz, bir dona qop-qora toshni uchirtisiz. Shu toshni boshqalarga ko'rsatmay, uyingizga elib berib, sirtini qaravatsangiz, ichida nima borligini bilasiz", debdi. Musa G'uljidan qaytib kelib, qora toshni uyiga elib berib, sirtini qarab etib, qarog'idek bo'lsa, oltin ekan. Aytishlar qaraganda, Atushni bulang-talang qilgan tungallar oltinni mushu yerda uyutib, sirtini o't qalab islivatganmish. Biroq ular oltinni elib ketguncha o'lib ketganmish. Bu bir sir sifatida saqlanib qolganmish. Atush xalq cho'chaklaridan elindi. Akovka Musaboyevlar haqida Yalqin Rozi yozgan nihoyat esil qimmatli asarlar bor. Kitob o'qish munbirimizda bu asarlarni vaqtingiz bo'lsa, bir anglab chiqishingizni chin dilimdan umid qilaman. Ma'qul amsa, omon bo'ling, kelar qatim ko'rishaylik. Xo'sh.